Biza Yangi yil kuni judayam qattiq urushib qolgandik. Shuning uchun Yangi yilga olgan sovg'alarimizni bir-birimizga bera olmagandik. Va hozir yarashganimiz munosabati bilan sovg'alarni bermoqchimiz. Bo'ldi, keyavring. Tak, nima menga olding? Voy. Podarka sizga oldim. No, menga ham narsa bor. O'zing uchun ham sovg'a to'g'risini ayt, o'zing uchun ham menga yo'q, bitta. Yo, bor. Ketga ochamiz. 1 2 и shokolad. Ha? Ichidagi muhimroq. Mangami? Bu meniki, menimcha. Sanikimi? И o'zing kim olding menga menga? Yo'q, siz bitta narsa ahamiyat bergansiz. If one team deyapsizmi? Wow. Специально biza uchun IFA и One Team. Как раз bular kiymaganman lekin. Yes. Hozir buni ma'nosini aytib beraman. Birinchi uchrashayotgan vaqtimiz biz o'zimizga shunaqa One Team Forever derdik. Butun umrga bitta jamoa. И urushganimizda shu yaqin orada shu narsani esimizdan chiqarib qo'ydik. Lично men esimdan chiqarib qo'ydim. То что biz bitta jamoamiz va urushganda biz bir-birimizga qarshi emas, o'sha muammoga qarshi birga harakat qilishimiz kerakligini, o'shaning uchun shuni eslatmoqchi bo'lib, IFA One Team deb yozdirdim. Okay. Endi mana ko'ray. Qara. Sovg'ingga tayyormisan? Qattaligini bilasan? Yo'q. Qatta deb o'ylaysan? Qidir. Voy. Ko'rinyaptimi? Qanday o'xshasam? Niyo? Tabriklayman. Eng zo'r modeli. O'zbekistonga aynan shu modelni olib kelishmagan, o'shaning uchun Amerikadan zakaz qildim. Qani? Ana, lazerni ham ko'rasizlar, changni hammasini ko'rsatadi. Hardan plisosda orqasini tortib tushishni yomon ko'rardim. Hech qayerga ulash kerak emas. O'zi nechta yordamchim bo'ldi? Bu etajga, bu qariydi. Podvalga boshqasi. Tabriklayman. Bitta yarashamizmi? Yarashdik. Seni yaxshi ko'raman. Menam yaxshi ko'raman.